Pravasi borlarga ish bor dalada 8 ta traktorga. Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Ishlarni chiqarishda davom etamiz. Bu safargi ishlarimiz ham dalada bo'ladi. Birinchi ishimiz 4 ta traktorga ish bor. Ya'ni mana shu yerga rasmlarni qo'yaman. Mana shu traktorlarni haydash kerak bo'ladi. Bu ish Podmoskvada joylashgan. Oyliga 150 ming rublgacha, yashash joyi va pitaniya bepul. Ish offitsialni oyliklar o'z vaqtida beriladi, trudovой договор ham qilib beradi. Kerak bo'layotgan dokument birinchi navbatda rossiyskiy pravoyez bo'lish kerak, patentingiz ham bo'lish kerak va minimum 1 yillik opitingiz bo'lish kerak. 5 opit ishga ololmaydi. Ikkinchi ishimiz imtiz Belarusga bo'ladi, ya'ni 82 ga. Mana shu yerga to'liq rasmini qo'yaman. 3 ta traktorga ish bor, ya'ni 3 ta imtiz traktor haydash kerak bo'ladi. Bu ish ham Podmoskvada joylashgan. Bu ish ham oylik akalat 150 ming rubldan, yashash joyi bepul. Ish offitsialni oyliklar o'z vaqtida beriladi, trudovой договор ham qilib beradi. Bunda ham kerak bo'layotgan dokument birinchi navbatda rossiyskiy pravoyez va patentingiz va minimum 1 yillik opitingiz bo'lishi kerak. Va oxirgi 3-chi ishimiz mana shu yerga rasmini qo'yaman. Bu qizil traktor imtizi 15 ga 23 deyiladi. Bu ish ham Podmoskvada joylashgan. Oylik 120 mingdan 140 ming rublgacha. Bu ish ham offitsialni oyliklar o'z vaqtida beriladi, trudovой договор ham qilib beradi. Keyin yashash joyi va pitaniyalar bepul, formalni ham firma o'z hisobidan qilib beradi, ya'ni bepul. Bu ishda ham kerak bo'layotgan dokument birinchi navbatda rossiyskiy pravoyez, patentingiz va minimum 1 yillik opitingiz bo'lishi kerak. Ish beruvchilarning nomerini har doimgidek kommentariya va opisaniyada yozib qoldiraman. Nomerlariga bog'lanib bemalol borib ishni boshlashingiz mumkin. Ish beruvchilarni hammasi russkiy, oldin aytib qo'yay. Faqat ruscha gapirib, keyin ishga borsangiz bo'ladi. Ya'ni ruscha savol-javob bo'ladi. Keyin ekzamen kuni qachon deb so'rashyapti ko'pchilik. 17-aprelga ekzamenga joylar bor, faqat shoshilamiz. Joylar kam qolgan. Yaqinda ekzamen yopiladi. Prava bo'yicha mana shu yerga o'zimni WhatsApp va Telegram nomerlarini qo'yaman. Qolgan barcha savollaringizga mana shu nomer orqali bog'lansangiz javob berib boraman. Pastki kommentariya va opisaniyadagi Telegram gruppam ham bor. Albatta obuna bo'ling. Eng kerakli ma'lumotlarni doimo shu Telegram gruppamga joylab boraman. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.